Assalomu alaykum aziz mijozlar. Mana hozir biz o'zimiz Xitoydan Chodak Express Javohirbek aka bilan birgalikda olib kelgan Tarzanka ziplaynlarimizda uchib ko'ramiz. Bular 1 yildan 2 yildan oshib qoldi, birga ishlaymiz. Shu joylarga juda ko'p mahsulotlarni Xitoydan birga olib kelganmiz. Mana Javohirbek aka o'zlari Xitoydan buyurtma qilishni o'rganib, doim mana olib keladilar. Chodak Express kargo firmasiga ham asoslanganlar. Qani bir o'zimiz rahmat test qilib uchib ko'ramiz hozir. Yoqimli parvoz, tasmani ushlash shart emas. Bemalol qo'llarda yoyib ketadi. Erkin parvoz bu. Qani qanchalik ishonchli o'zingizlar ko'rasizlar. Mana shu mahsulotlarga olib kelganmiz. Mana rolik. Roliklari. Marhamat. Qani bismillahirrohmanirrohim. Agar sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, shunaqa attraksionlar, har xil o'yingohlar bo'lsa, Chodak Express va Xitoy kargo xizmatlaridan bemalol foydalanib bo'ladi. Salomat bo'linglar. Tayyormisiz? Ketdi. Dam olyapmiz. Xitoydan bunaqa chiroyli attraksionlarni olib kelganmiz. Chodak Express Javohirbek akamiz bilan birgalikda Xitoydan shunaqa mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.